AQSh qamoqxonasida 30 yildan ortiq vaqt mobaynida saqlangan Isroil josusi saylovda qatnashmoqda. U Turkiya va Misrni Isroil uchun keyingi asosiy strategik tahdidlar deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, Isroil avval Eronni yo'q qilishi kerak. Shundan so'ng shimol va janubdagi xavflarni bartaraf etilmasa, og'ir vaziyat yuzaga keladi. Pollard turklar bilan Erondagi kabi oson bo'lmasligidan ogohlantirib, kelayotgan to'qnashuv muqarrarligini ta'kidladi. Eron o'g'illarimdan birini o'ldirishga urindi. Netanyahu. AQShning Ukraina bo'yicha sobiq maxsus vakili Kit Kelloggning fikricha, Rossiya g'alaba qozonayotgani yo'q, aksincha Ukraina yutib chiqmoqda. Uning ta'kidlashicha, og'ir qish va mavjud qiyinchiliklarga qaramay, hozir Rossiyaning muammolari Ukrainadan ko'ra ko'proq. Ukrainaning jasorati va jang maydonidagi samaradorligi Rossiyaning g'alaba qozonish imkoniyatlarini nolga tushirdi. Eron parlamentining elektr energiyasi muammosi bo'yicha komissiya yig'ilishida elektr o'chib qoldi. Eron ommaviy axborot vositalari yig'ilish ishtirokchilarining qorong'u zalda o'tirgan suratini e'lon qildi. Mamlakatda so'nggi oylarda elektr energiyasi tanqisligi saqlanib qolmoqda va shu sababli hokimiyat elektr ta'minotini cheklashga majbur bo'lmoqda. Biz hammani, jumladan iqtisodiy va harbiy o'lim spiralida bo'lgan Eronni ham mag'lub etamiz, dedi Donald Tramp. AQSh Eronga yordam beradigan har qanday uchinchi davlatga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashga tayyor. AQSh moliya vaziri: bugun shuni ma'lum qilmoqchimizki, hech kim Qo'shma Shtatlarning ushbu sanksiyalari qamrovidan ustun emas. Agar kimdir Tehronga tranzaksiyalar masalalariga ko'maklashsa, Eron neftini pulga aylantiruvchi ekotizimning bir qismi bo'lsa, ular nishonga aylanadi, deya qo'shimcha qildi AQSh moliya vaziri. Bugun biz Eronga qarshi iqtisodiy quvg'in amaliyotini boshlayapmiz. AQSh moliya vaziri Scott Bessentning so'zlariga ko'ra, AQSh yangi sanksiyalar doirasida Eron hukumatining barcha daromad manbalarini bloklamoqchi. Eron davlat televideniyasi Trampning o'g'liga ochiqdan ochiq tahdid qildi. Eron davlat televideniyasida Trampning 20 yoshli o'g'li harakatlanish yo'nalishlari va faoliyati kuzatilgan syujet namoyish etildi. U shuningdek, Trampning o'g'lini ta'qib qilish bo'yicha sa'y-harakatlar uchun $100 million miqdorida mukofot haqida aytib o'tilgan. Bundan tashqari kadrlarda Trampning o'g'lining ijtimoiy tarmoqlarning xaritalashga urinishlari va AQSh maxfiy xizmati qo'riqlashning ko'p bosqichli tizimidan o'tishga urinishlari aks etgan.